ishlash haqida bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib biz Play Marketga kirib olamiz. Play Marketga biz qidirishga Puller deb yozib olamiz. Birinchi chiqqan saytni ilovani yuklab olamiz. Mana yuklab oldik. Ochish tugmasini bosdim. Mana bu yerdan biz haqimizda qayerdan bildingiz deyapti. YouTube'dan bosamiz va o'tkazamiz. Boshlash. Bu yerda kirish tugmasi bor. Tepada shuni bitta bosamiz va bot orqali kod olishni bosamiz. Bizga avtomatik Telegramga va Telegramda botga yuboradi. Botga startni bosamiz. Telefon va kod yuboradi 86 45 15. 86 45 15. Tasdiqlash. Mana muvaffaqiyatli kirildi. Chiqarish balansi 500 so'm. Bu O'zbekiston so'mida va bu yerdan pullik bonus mavjud. Bonusni olishni bosamiz va har 3 soatda bu bonus yangilanib turadi. Har doim olishingiz kerak. Keyin bu yerda promo kod bo'limi ham bor. Bu yerdan yana bitta akkauntingiz bo'lsa, undan refresh orqali shu promo kodni kiritsangiz sizga 100 so'm taqdim etiladi. Endi bu yerda qanday qilib pul ishlashimiz mumkin desangiz, kanalga obuna bo'lishni ustiga bosamiz. Telegramda bo'lish kerak hamda kanalga obuna bo'lganingizdan so'ng bu kanal chiqib ketmasligingiz kerak. Yo'qsa sizga ban berilishi mumkin. Hop. bo'limidan Instagram, YouTube har bittasiga akkauntingizni ulab qo'yishingiz kerak. YouTube akkaunt qo'shish, YouTube kanalimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Galочка tugmasi paydo bo'ldi. YouTube'ga ham obunachilar so'raydi. Do'stlar, videomiz nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlaringizga ham tarqating.